Assalamu alaykum musulmon bir tug'anlar, sizlar men Bozor Xabar kanalı. Bugun 4-aprel rubl kurs bağlarini ko'rsatib beramiz. Qirg'iz elim biz bilan bo'lib, like bosib, qo'llab turingizlar. 4-aprel 2022-yil bizde постоянно 100 mingdek odamlar ko'rdi. Qirg'iz elim o'sha 98 ming like bosib, подписаться ko'rdi. O'sha like men подписка men qo'llab qo'yingizlar. Qirg'iz elim biz bo'lsa boshladik. Finkobankda rubl 93, satılışı 1040 dan bo'ldi. Dollar 83, satılışı 85 dan bo'lib qoldi. 83.50, satılışı 85.50. Ko'tarilib qolibdi dollar. 84, satılışı 86. Rubl 93, satılışı 1040. RSK bankda. Like basıp turingizlar Qirg'iz elim. Bizni qo'llab. Hozir Kommersiya bank Qirg'iziston rubl 95, satılışı 1050 dan bo'lib жатadi. Qirg'iz elim. Обмен валюталар 95 rubl, satılışı 98. 95, satılışı 98 bo'ldi. Bu 95, satılışı 97,5. 95, satılışı 98 bo'lib жатadi. Qirg'iz elim bugungi rubl kursi bağlari 4-aprel